Sechki guruchini yaxshi ko'radigan, lekin damlamayotgan okalarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli qilib ojdan olinglar. Shahar doimgidek dumani eritib tizlab olishdan boshlaymiz. Pizalarimiz tayyor bo'ldi. Yog'imiz qizigandan keyin piyozimizni solamiz. Qizam qizib piyozimizni solamiz. Bismillah. Qizargandan keyin go'shtimizni solamiz. Go'shtimiz ham piyozimiz ham qizardi. Endi sarib solamiz. Bismillah. Hamga ko'ra tuz solamiz. Opsionada qancha necha grammligini yozib qoldiramiz. Hop, sabzlarimizni qizartirib olib, suv solamiz. Iloji bo'lsa qaynagan suv soling. Qaynab o'lmaydi, mazasi ketib qolmaydi. Yaxshilab qaynatgandan keyin olovni pasaytiramiz. O'rta olovda 45 minut qaynaydi, eng kamida. Hop, qaynab tayyor bo'ldi. Shiralarni tortib endi sechki guruchimizni solamiz. Bismillah. Albatta guruchdan oldin tuzlarini ko'rib oling. 5 minut baland olovda dam yedirib olamiz. On minut bo'ldi, ag'darib olamiz. Yaltillashini qarang, uni yaltirib. Sechki guruchimiz ham ko'p suv ichadi. Suvni berib, to'rtta tuz beramiz, zira beramiz. Yana 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Oxirgi aralashamiz. Xohlida ularni suvlarini ko'rib dimlab olamiz. Bu sharoitida bemalol damlatga bo'ladi. Kechgadan ana shu aqlli yosh chiqadi. Keladi. Sechki guruchini undan ko'p suv ichadi deb o'ylayman. Bu nimaligini kim biladi? Kommentariyada yozib qoldiring. Zo'r. Qanday tayyor bo'ldi. Keladi. Bismillah. Oh. Maşallah. Hele bunu ondan pista bilan tashkil qildik. Iloti 350 ming.